Amudaryo tumani hokimligining majlislar zalida xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining navbatdagi 17-sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya ishida tuman kengashi deputatlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, tashkilot va muassasalar rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiya avvalida O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyalari yangradi. Sessiya majlisiga xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashi raisi Alisher Yo'ldashev raislik qildi. Sessiya kotibligiga 23-Qipchoq saylov okrugidan deputat Muyassar Rahmatullayeva nomzodi deputatlar tomonidan ma'qullandi. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan tuman hokimining birinchi o'rinbosari Faxriddin Yusupov so'zga chiqib, tumanda driver loyihalarini moliyalashtirish jarayoni to'g'risida hisobot berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 20-dekabrdagi farmoniga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari bir oy muddatda har bir tuman va shaharda hududning iqtisodiy o'sishiga turtki beruvchi sanoat, qishloq xo'jaligi hamda xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida kamida 5 tadan driver loyihalarining manzilli ro'yxatini tasdiqlashi belgilangan. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Amudaryo tumani Chordara mahallasi hududida joylashgan Buyuk Turon, Chordara va Maxtumquli ko'chalari tutashgan hududda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Bunga transformator o'rnatish, sip kabel tortish, lotoklar o'rnatish, zamonaviy aqlli bekat qurish hamda asfaltlash ishlarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Ushbu hududda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil qilish uchun 10,5 milliard so'm mablag' ajratish bo'yicha taklif bildirildi. Sessiya kun tartibidagi navbatdagi masala yuzasidan tuman prokurori Bahrom Masharipov so'zga chiqib, tuman prokuraturasining qonun ustuvorligini ta'minlash sohasidagi faoliyati haqida axborot berdi. Axborotda ta'kidlanishicha, tuman prokuraturasi tomonidan 2025-yil davomida hududda qonun ustuvorligini ta'minlash, qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini hamda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini himoya qilish, huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktika qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirilgan. Xususan, qonunlar ijrosi yuzasidan o'tkazilgan 140 ta nazorat tadbirida 1200 ta qonun buzilish holatlari aniqlanib, 314 ta prokuror nazorati hujjatlari qo'llanilgan. Qo'pol qonun buzilishlari yuzasidan 21 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. Kun tartibidagi yana bir masala 2025-yilning 12 oyi davomida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Timur Doshimboyev hisobot berdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tuman va mahallalar kesimida chora-tadbirlar yo'l xaritalari ishlab chiqilib, mahalla yettiligi, adliya, sog'liqni saqlash hamda boshqa mas'ul idoralar bilan hamkorlikda amaliy ishlar olib borilayotgani qayd etildi. Amalga oshirilgan profilaktik ishlar natijasida tumandagi 32 ta mahalla yashil toifaga kiritilib, ularda jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi. Shu bilan birga jinoyat salmog'i oshgani sababli 2 ta mahalla qizil, 15 ta mahalla esa sariq toifaga kiritildi. 2025-yil davomida tuman hududida sodir etilgan jinoyatlar soni avvalgi yil bilan solishtirganda 438 tadan 127 taga, ya'ni 60,7% ga kamaydi. Oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlar esa 161 tadan 127 taga, ya'ni 21,1% ga qisqardi. Sessiya majlisida tuman hokimligida ijro intizomiga rioya etilishi holati to'g'risidagi masala yuzasidan hokimlik ijro intizomi nazorati bo'linmasi bosh mutaxassisi Ma'murjon Tajiboyev axborot berdi. Axborotga ko'ra 2025-yil davomida tuman hokimligiga 31 ta prezident farmoni, 47 ta qaror, 2 ta farmoyish hamda Vazirlar Mahkamasining 49 ta qarorlari asosida tayyorlangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining jami 129 ta normativ huquqiy hujjatlari kelib tushgan. Ushbu hujjatlar ijrosini ta'minlash maqsadida tuman hokimining 62 ta qarori qabul qilingan, 67 ta hujjat esa ma'lumot va ijro uchun qabul qilingan. Shuningdek, ijro intizomi elektron tizimi orqali kelib tushgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining 173 ta hujjati asosida berilgan 1089 ta topshiriqdan 1064 tasi, ya'ni 98% ijro etilgan. Qolgan 25 ta topshiriq ijro jarayonida bo'lib, shundan 17 tasi ayrim moliyaviy va tashkiliy sabablarga ko'ra kechikayotgani va doimiy nazoratga olingani ma'lum qilindi. Sessiya kun tartibidagi mahallaning ijtimoiy iqtisodiy muammolarini hal etish jamg'armasi daromadlari va xarajatlari ijrosi masalasi yuzasidan mahallalar uyushmasi tuman bo'limi boshlig'i Alisher Yo'ldashev hisobot berdi. Hisobotda joriy yil mart oyida Yashil makon umummilliy harakat doirasida jami 120 mingdan ortiq ko'chat ekilgani, Qipchoq o'rmon xo'jaligidan shartnoma asosida 40 ming ko'chat sotib olinib, buning uchun 511 million so'm mablag' sarflangani qayd etildi. Shuningdek, fuqarolar yig'inlarining moddiy
texnik bazasini mustahkamlash maqsadida 170 million so'mlik 31 ta kompyuter texnikasi, 99 million so'mlik 34 ta printer, 271 million so'mlik 41 ta konditsioner xarid qilingan. 16 ta mahallaga 29 ta kuzatuv kamerasi o'rnatilib, buning uchun 335 million so'm mablag' yo'naltirilgan. Mahallalar binolarining kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish uchun 93 million so'm sarflangan. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarga jami 416 million so'mlik moddiy yordam ko'rsatilgan. Umuman olganda, yil davomida ushbu yo'nalishdagi tadbirlar uchun 1 milliard 384 million so'mdan ortiq mablag' sarflangan. Sessiya kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar deputatlar tomonidan atroflicha muhokama qilinib, bildirilgan fikr, mulohaza va takliflar inobatga olingan holda tegishli qarorlar qabul qilindi.